nimani biz his qilmayapmiz? Energiya polyamizda qanday voqealar sodir bo'lmoqda? Biz o'z pauzamizda, o'z g'am anduhimizda yotibmiz, osilib olganmizmi bilmayman. Hozir energiyada shunaqa energiya sezilyapti-da. Как будто мне пофиг deyapsizlar-da. Мне пофиг, мне без разницы, я ничего не хочу. Ни с кем не хочу разговаривать, hech kim bilan gaplashishni xohlamayman. Men oldin gapiraman, keyin karta tortaman. Energiyani o'sha o'qiyman. Mani topgan insonlar yozib ketinglar, shunaqa energiyadasizlar, energiyalar. Ko'rishni ham xohlamayman, eshitishni ham xohlamayman. Men o'zim g'obig'imga o'ralgan, meni tinch qo'ylaring, meni tinch qo'ylaring. Mana shu gapni yopishib olgansizlar. Kimdir даже aytyapti, meni tinch qo'yinglar, iltimos. Tegmanglar menga. Gapiryapti shunga. Ahvolinglar. Grup ustiga yotyapsizlar, kirib ola qolmabsizlar-da, qabr ichiga birato'la. Ha, korol ko'p turibdi oldinglarda. Mujitskiy дождь приближается. Sizlar xabaringlar. Qabr ichiga kirib ola qolmabsizlar-da, aynaninglar. Oranib ketdi o'zim. G'amanduh. Mazlumlik shaytondan chiqishimiz kerak vaziyatdan. Ko'ramiz, nimani his qilmayapmiz. Yangi energiya, jezlovая energiya, Rafan. Двойная. Yangi energiyalar, paj jezlov, paj kubkov, двойной chiqyapti прям. Rafan, правосудие, деньги, возможности. Прям yangi voqealar bo'ladi. Hammasi hayotingiz aytayapman-ku. Деньги, огромные деньги идут, огромные возможности, katta imkoniyatlar, katta pullar kelyapti. Taqdirning hukmiga ko'ra siz esa yotibsiz mana bunaqa ahvolda. Chiqamiz bunaqa vaziyatdan, tugatamiz, bo'ldi. Bir etap o'sha og'ir etapingiz tugadi, bo'ldi. Uni vatsa qilib yotavermanglar, chiqinglar. Sizlarga yangi energiya, hammasi yangi. Причем hayotingizni hamma sohasida o'zgarish ketyapti. Shaxsiy hayotingizda ham bashnya bo'ldi, oldingi отношениyalar tugadi. Mana ham bunaqaga chiqasizlar.